Assalomu alaykum Rizoboyda ashaddiy klientlari. Sizlarga yangiliklarda bombasi bor klientlar. Xudo xolasa sizlarga ma'qul keladigan umiddaman. Birinchi bo'lib videoni ko'rmoqchi bo'lsalaring akalar, ekranga qoldirilgan raqamlarga telefon qilasizlar va podpiska bo'lib qo'yasizlar ekranga. Like-chani bosib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ysa, birinchi bo'lib yangiliklardan Rizoboyda nima skidga ketyapti, nima arzonlayapti, nimani 10 kunga skidkaga qo'ydik, bundan bexabar qolib ketmanglar. Xudo xolasa biz klientlar. Qani bo'lmasam video reportajimizni boshladik. Qani akalar bo'lmasam manzilni tanishtirishla boshladim. Mingbuloq, Jamashuy, Namangan viloyatida. Namangan viloyati Jamashuy shaharchasi Mingbuloq tumani. Akalar Rizoboy do'konimizdan video reportaj qilib boryapman. Akalar, ukalar, bu kanalga obuna bo'lganlar bilishadi. Bu yerda turli tumandagi akfa eshiklar, temirlar, o'g'itlar, mineral o'g'it, hammasi bor akalar. Taxtadan tortib, yog'ochdan tortib, mana sizlarga uzoq kuturmay, mana sizlarga aytgan shifrlarim. Rizoboy brendi ostida, Rizoboy brendi bilan shifrlarimiz keldi. Bugun aprel 16-aprel kuni. Akalar, bugun shoshilib qolamiz. Skidkalar, chegirmalar e'lon qilyapti. Ekran ostiga qoldirilgan nomerlarga telefon qilib va shifrlarimizdan xarid qiling. Bu Rizoboydan shifrni xarid qiling va garantasini 50 yilga oling akalar. Bu sizga hech qanday o'chib ketadigan qog'oz narsa berilmaydi garantiyasi uchun. Shifrni o'zi garanta. Shifrni o'zini olib kelasiz. Shifrimiz mana Rizoboy brendi ostida ketyapti. Sizlarga aytadigan yangiliklarim mana shulardan iborat ekan. Va kanalimga obuna bo'ling va har kuni yangiliklardan boxabar bo'lib turing. Sog' bo'lasizlar akalar. Yaxshilik kunlarda ko'rishaylik. Rizoboydan Komiljon 13 kanal.